Xo'p, do'stlar, transferlar to'g'risida gaplashishda davom etamiz. Bilasizlar, Manchester United bu transfer onasini prosta yorib tashlayapti. Ko'rish, kuzatish, qiziqish, muzokara olib borish, telefon qilish, SMS yozish va shunga o'xshagan holatlar bo'yicha afsuski yorib boryapmiz. Bugun ham shunaqa holatlardan 4 tasi bo'yicha gaplashamiz. Boshlashimdan oldin albatta like, podpiska va repost tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shu bilan bizani qo'llab-quvvatlagan bo'lasizlar. Hop, jiddiyroqdan boshlayman. David Ornstein, Fabrizio Romano va bir qator ishonchli insayderlar ma'lum qilishicha, Manchester United radarlarida Andres Santos paydo bo'lib qolgan. Bu Chelsea yarim himoyachisi. To'g'risini aytaman, mana to'g'risi, hali qarab ko'rib chiqishgan vaqtim bo'lmadi. Chelsea-chilardan so'ramoqchiman buni. Bu qanaqa futbolchi? Qanaqa feedback bera olasizlar bu futbolchi to'g'risida? Men faqat Unitedga qarshi o'yinlarda ko'rganman. Biroq yomon emas, o'rtacha o'yinchi. 50 millionga baholayotgan ekan Manchester United. Qani Chelsea-chilar yoki bu o'yinchini ko'rganlar, yozinglar qanaqa o'yinchi? Bu pulga arziydimi? Ya'ni 50 millionga arziydimi? Yoki umuman Manchester Unitedda o'ynashga arziydi? Bu katta ehtimol o'sha ikkita yarim himoyachi olmoqchi Manchester United. Bitta qimmatroq, bitta o'rtacha narxda. Bu shu o'rtacha narxdagi yarim himoyachi bo'ladi. Qimmati yo Chouameni bo'ladi yoki Alex Scott. Kelinglar bir to'la endi bu o'yinchilarga o'tib ketamiz. Ispaniyalik jurnalist Jose Felix Diaz ma'lum qilishicha, Manchester United Chouameniga borini tikmoqchi. Ya'ni nima bo'lsa bo'ldi, mashinacha pul biz atimiz deyotgan ekan, kattaroq summa atashmoqchi ekan. Bu kamida 80 million funt bo'ladi, ya'ni Chouameniga ataladigan pul. Endi bu transfer bo'lsa albatta zo'r, chunki nom va umuman tajriba jihatdan ham bu juda ham zo'r transfer bo'ladi, lekin hammasi Real Madridga va Chouameniga bog'liq. United xohlagani bilan bu yoqda ularning xohishi turibdi. Keyingi masala Alex Scott. Manchester Unitedning bu yozdagi asosiy maqsadi endi Fernandes, Anderson ketib qolgandan keyin endi Alex Scottga aylanmoqda. Bournemouth yarim himoyachisiga ham taxminan 80 million funt so'rashi kutilyapti. Bir qator nashrlar ma'lum qilishicha, Alex Scottni Bournemouth sotmoqchi emas, lekin Manchester United u uchun jiddiy kurashga kirmoqchi. Bournemouth bilan shartnomasi 2028 gacha ekan. Bournemouth Scott bilan nima qilib bo'lsa ham shartnomani uzaytirmoqchi, sotmayman deyapti, chunki Bournemouth Yevro Kuboklarga chiqqan. O'zi murabbiyini ketqizdi, yana qaysidir o'yinchisi ketdi va endi Scottni ham berib qo'yishni xohlamayotgan ekan. Hop, yana bir masala Ederson. Ederson transferi barbod bo'ldimi? Ederson transferi endi o'xshamaydimi degan har xil mish-mishlik ishonib yurgan muxlislar bor. Yo'q, bu hammasi fake. Ederson transferi hech qanaqasiga barbod bo'lgani yo'q. Atalanta bilan og'zaki kelishuv bor. Bu haqda Fabrizio Romano ma'lum qildi. Hech nima barbod bo'lgani yo'q. Faqatgina jahon chempionati tugashini kutyapti jamoalarni ma'lum qildi va mana Braziliya uchun jahon chempionati tugadi. Endi Kunya bilan samolyotda birga Manchesterga kelib oladi va Manchester Unitedda tibbiy ko'rikning ikkinchi qismidan o'tadi va hammasi yaxshi chiqsa, nasib shartnomaga imzo chekadi va Manchester United futbolchisi sifatida rasman e'lon qilindi. Bu yaqin bir hafta ichida yakunlanishi kutilyapti. Xullas, bizda hozircha shunaqa xabarlar. Albatta, yangiliklarni ulashishdan, ma'lumotlar berishda davom etamiz. Sizlar faqat qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Manchester United muxlisi bo'lsangiz, bu sahifani albatta kuzatishingiz kerak. Chunki eng zo'rlari hali oldinda. Hammalarga rahmat. Sog' bo'linglar.